Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun men sizga juda muhim xabarni tushunarli qilib aytib beraman. 1 avgustdan boshlab pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam bank kartalari orqali to'lov olish, hujjatlarni tekshirish va ayrim imtiyozlardan foydalanish tartibida jiddiy o'zgarishlar kuchga kiradi. Bu ma'lumot ayniqsa qariyalar, pensionerlar, nogironligi bor fuqarolar, yolg'iz yashovchi keksalar va ularning farzandlari uchun juda muhim. Chunki bitta hujjat yetishmasa, bitta ariza vaqtida berilmasa yoki bank kartasi ishlamay qolsa, odam o'ziga tegishli pulni kechikib olishi mumkin. Men buni vahima qilish uchun emas, sizni oldindan tayyorlash uchun aytyapman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki qaysi holatda xavotir olish kerak, qaysi holatda esa hech narsa qilmasangiz ham bo'lishini aniq tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday xabarlarni vaqtida bilgan odam navbatda turib asabini buzib yurmaydi. Avvalgi tartibda ko'p ishlar, qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi. Pensiya bo'limiga borib murojaat qilish bankka alohida qatnash orqali hal qilinardi. Masalan, pensioner odam pensiyasini pochta orqali olsa, pochta xodimi belgilangan kunda uyga olib kelardi yoki odam o'zi borib olardi. Bank kartasi orqali oladiganlar esa karta ishlayotgan bo'lsa, bankomatdan yechib olardi. Ijtimoiy yordam, kommunal to'lov bo'yicha imtiyoz, dori-darmon uchun yordam, nogironlik nafaqasi yoki parvarish puli kabi masalalarda esa ko'pincha alohida ariza, alohida tekshiruv, alohida ma'lumotnoma talab qilinardi. Endi asosiy yo'nalish shunday bo'lyapti. Davlat idoralari ma'lumotlarni ko'proq elektron tizim orqali tekshiradi. Pul to'lovlari bank tizimi orqali nazoratliroq yuradi. Ijtimoiy yordam esa haqiqatdan ehtiyoji bor odamga borishi uchun qayta ko'rib chiqiladi. Bu nima degani? Bu degani bir tomondan ayrim odamlarga yengillik bo'ladi. Kamroq qog'oz, kamroq yugur ma'lumotlar bazadan olinadi. Ikkinchi tomondan hujjatida xato bor, yashash manzili yangilanmagan. Pasport yoki ID kartasi muddati bilan muammo bor. Bank kartasi bloklangan, telefon raqami o'zgargan bo'lsa, ana shunday odamlar qiyinchilikka duch kelishi mumkin. Men eng ko'p uchraydigan muammoni aytaman. Ko'p qariyalar men pensiyamni yillar davomida olib kelyapman, menga hech narsa bo'lmaydi deb o'ylaydi. Lekin tizim yangilanganda ma'lumotlar solishtiriladi. Odamning yashash manzili, oilaviy holati, nogironlik guruhi, bank rekvizitlari, telefon raqami, karta egasi bilan pensiya oluvchi bir odammi? Bular tekshiriladi. Agar biror joyda mos kelmaslik chiqsa, to'lov to'xtab qolmaydi deb kafolat berib bo'lmaydi. Lekin kechikish, aniqlashtirish, qayta ariza so'ralishi mumkin. Birinchi navbatda 1 avgustdan keyin e'tibor qilinadigan asosiy masala pensiya va nafaqa to'lovlarining o'z vaqtida tushishi. Agar siz pensiya bank kartasi orqali olsangiz, kartangiz faol bo'lishi kerak. Karta muddati tugagan bo'lsa, karta yo'qolgan bo'lsa, PIN kodni unutgan bo'lsangiz yoki karta boshqa odamning qo'lida bo'lsa, buni oldindan hal qiling. Chunki pul tushgandan keyin bankka borib muammo hal qilish boshqa. Pul tushmasdan oldin tayyor turish boshqa. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi yetim 2 yoshli otaxon har oy 1 million 600 ming so'm pensiya oladi deylik. Uning kartasi iyul oyining oxirida muddati tugagan, lekin u bunga e'tibor bermagan. Ular avgustdan keyin pensiya hisoblanadi, lekin karta faol bo'lmagani uchun pulni ishlatishda muammo chiqadi. Otaxon bankka boradi, navbat kutadi, yangi karta ochib SMS xabarnoma olaydi. Bu ish bir kunda ham bitishi mumkin. 2-3 kunga cho'zilishi ham mumkin. Agar uyda dori olish, kommunal to'lov qilish, oziq-ovqat xarid qilish zarur bo'lsa, mana shu kichik e'tiborsizlik katta muammoga aylanadi. Ikkinchi masala. Ijtimoiy yordam oladigan oilalar va yolg'iz qariyalar. Avval ayrim yordamlar mahalla tavsiyasi, ariza va joyga chiqib o'rganish orqali berilgan bo'lsa, endi ko'proq ma'lumotlar elektron bazalar bilan solishtiriladi. Ya'ni kimning nomida uy bor, mashina bor, doimiy daromad bor yo'qligi, oilada nechta odam yashashi, pensiya miqdori, nogironlik holati, boshqa yordamlar olinayotgani tekshiriladi. Bu adolatli bo'lishi uchun qilinadi. Lekin oddiy odam uchun bitta muammo bor. Bazadagi ma'lumot eski bo'lsa, odam o'z huquqini isbotlab yurishga to'g'ri keladi. Misol uchun, bir kampir yolg'iz yashaydi, eri vafot etgan, farzandlari boshqa viloyatda. U kommunal to'lov bo'yicha yordam oladi. Lekin ro'yxatda uyda hali ham 2 yoki 3 kishi yashaydi deb ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Sababi, kimdir vaqtida ro'yxatdan chiqmagan, manzil o'zgargan, lekin hujjat yangilanmagan. Tizim esa bu uyda bir nechta kishi bor deb ko'rishi mumkin. Natijada yordamni qayta tekshirishadi. Shuning uchun yolg'iz yashovchi qariyalar mahallaga borib,
yashash holati to'g'ri ko'rsatilganini aniqlashtirishi kerak. 3-masala. Nogironligi bor pensionerlar. Nogironlik muddati, tibbiy xulosa, reabilitatsiya hujjatlari, parvarish puli yoki qo'shimcha imtiyozlar bo'yicha ma'lumotlar yangilangan bo'lishi zarur. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, buni oxirgi kunga qoldirmang. Men ko'p ko'rganman. Odam o'zini yomon his qiladi, ertaga boraman deydi. Keyin hujjat muddati o'tib ketadi. Keyin esa to'lov qayta tiklanguncha kutishga majbur bo'ladi. 4-masala, dorixona va tibbiy imtiyozlar. Keksalar orasida doimiy dori ichadiganlar juda ko'p. Bosim dorisi, yurak dorisi, qandli diabet dorisi, bo'g'im og'rig'i uchun dori. Agar sizda bepul yoki imtiyozli dori olish huquqi bo'lsa, oilaviy poliklinikadagi ro'yxatingiz, tashxislaringiz va retsept tartibi to'g'ri yuritilayotganini tekshiring. Ayrim hollarda dorixona siz ro'yxatda ko'rinmayapsiz deyishi mumkin. Bunday paytda dorixona bilan tortishib vaqt yo'qotmasdan avval poliklinikaga borib, oilaviy shifokor yoki hamshiradan ma'lumotni tekshirtirish kerak. 5-masala, bank kartasi va telefon raqami. Hozir ko'p xizmatlar SMS kod, telefon raqami, mobil ilova yoki bank xabarnomasi orqali tasdiqlanadi. Qariyalarning ko'pi telefon raqamini farzandining nomiga ochgan bo'ladi yoki eski raqam ishlamay qolgan bo'ladi. Bu oddiy narsa emas. Agar pensiya kartangizga bog'langan telefon raqami siz ishlatmaydigan raqam bo'lsa, operatsiyalarni tasdiqlash, balansni ko'rish, karta bloklansa ochish masalasida qiyin bo'ladi. Shuning uchun bankka borib, karta bilan bog'langan telefon raqamini tekshirib qo'ying. Men endi aniq ajratib beraman. Xavotir olishi kerak bo'lganlar, hujjati eski bo'lganlar, ID kartasi yoki pasportida muammo borlar, bank kartasi muddat tugayotganlar, pensiyani boshqa, odam kartasi orqali oladiganlar, yashash manzili amalda boshqa. Hujjatda boshqa bo'lganlar, ijtimoiy yordamga ariza bergan, lekin javobini bilmay yurganlar, nogironlik guruhi muddat tugash arafasida bo'lganlar, yolg'iz yashab, mahalla ro'yxatida oilaviy holati noto'g'ri ko'rsatilganlar. Xavotir olmasligi mumkin bo'lganlar, pensiya kartasi faol, hujjatlari joyida, manzili to'g'ri, telefon raqami ishlaydi, har oy pul o'z vaqtida tushadi. Hech qanday qo'shimcha yordam yoki imtiyoz bo'yicha bahsli holati yo'q odamlar. Bunday fuqarolar shunchaki 1 avgustdan keyingi birinchi to'lovni kuzatadi. SMSni tekshiradi. Agar pul odatdagidek tutsa, ortiqcha yugurish shart emas. Keling, bir nechta hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. 68 yoshli ayol 1.300.000 so'm pensiya oladi. Unga qo'shimcha ravishda mahalladan moddiy yordam ham berilgan. U o'g'lining uyida ro'yxatda turadi, lekin aslida boshqa mahallada qizining yonida yashaydi. Elektron tekshiruvda u ro'yxatda turgan manzil bo'yicha baholanadi. Agar o'sha uyda daromad yuqori ko'rinsa, unga yordam rad etilishi mumkin. Bu ayol nima qilish kerak? Amalda qayerda yashayotganini mahalla bilan aniqlashtirishi, zarur bo'lsa vaqtincha yoki doimiy ro'yxat masalasini tartibga keltirishi kerak. Ikkinchi vaziyat, 55 yoshli otaxon pensiyasini pochta orqali oladi. U bank kartasini ishlatishni xohlamaydi. Chunki bankomatdan qo'rqadi. PIN kodni unutib qo'yaman deydi. Agar hududda to'lov usuli o'zgarayotgan bo'lsa yoki bank orqali olish tavsiya qilinayotgan bo'lsa, otaxon farzandi yoki ishonchli yaqinlari bilan bankka borib, oddiy tushunarli karta ochtirishi mumkin. Lekin kartani farzandining nomiga emas, o'z nomiga ochtirish kerak. Chunki pensiya fuqaroga tegishli pul. Yaqini yordam berishi mumkin, lekin karta egasi pensionerning o'zi bo'lishi maqsadga muvofiq. 3-vaziyat. Nogironligi bor 64 yoshli fuqaro parvarish puli va dori imtiyozidan foydalanadi. Tibbiy hujjatlarida eski tashxis turibdi. Yangi tekshiruv natijalari tizimga kiritilmagan. U dorixonaga borganda imtiyoz ko'rinmasligi mumkin. Bu yerda ayb doim dorixonada bo'lmaydi. Ba'zan ma'lumot poliklinikadan to'liq kiritilmagan bo'ladi. Shuning uchun bunday fuqarolar 1 avgustni kutmay, oilaviy shifokoriga borib, mening imtiyozli ro'yxatim, tashxisim va retseptlarim tizimda to'g'ri ko'rinyaptimi deb so'rash kerak. 4-vaziyat, 9 yoshli kampirning pensiya kartasi kelinning qo'lida. Kelin har oy pulni yechib beradi, lekin kampir qancha tushganini aniq bilmaydi. Men bunday holatda ehtiyot bo'lishni tavsiya qilaman. Yaqinlaringiz yordam berishi yaxshi, lekin pulingiz ustidan nazorat o'zingizda bo'lsin. Bankdan SMS xabarni o'z telefoningizga ulang yoki ishonadigan 2 kishidan biriga emas, o'zingiz foydalanadigan raqamga bog'lang. Agar o'zingiz telefon ishlatmasangiz, hech bo'lmaganda har oy bankdan chek yoki balans ma'lumotini ko'rib boring.
Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik masalalarni tushuntiraman. Birinchi nozik joy hamma avtomatik bo'ladi degan noto'g'ri tushuncha. Ha, ko'p ma'lumotlar elektron tizim orqali olinadi. Lekin tizimdagi ma'lumot xato bo'lsa, avtomatiklik sizga yordam bermaydi. Masalan, familiyada bitta harf xato, tug'ilgan sana noto'g'ri, pasport seriyasi eski, manzil yangilanmagan bo'lsa, siz men shu odamman-ku deb aytasiz. Lekin tizim buni ko'rmasligi mumkin. Shuning uchun hujjatdagi ma'lumotlar bir xil bo'lishi juda muhim. Ikkinchi nozik joy ishonchnoma. Ba'zi qariyalar sog'lig'i sababli bankka yoki pensiya bo'limiga bora olmaydi. Bunday holatda farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma orqali ish yuritadi. Lekin ishonchnomaning muddati va kolat doirasi va qaysi ishga ruxsat berilgani aniq bo'lishi kerak. Umumiy yordam beradi degan gap hujjat o'rnini bosmaydi. Agar pensiyani olish, bank hisobini boshqarish, ariza topshirish yoki ma'lumot olish kerak bo'lsa, ishonchnomada shu vakolatlar aniq yozilishi kerak. Uchinchi nozik joy qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning bank kartasida kredit qarzi, aliment, jarima yoki boshqa majburiy to'lov bo'lishi mumkin. Pensiya tushganda bank yoki tegishli organlar qonunda belgilangan tartibda ma'lum qismini ushlab qolishi mumkin. Odam esa pensiyam kamayib qoldi deb o'ylaydi. Bunday vaziyatda birinchi qilinadigan ish bankdan hisob harakati bo'yicha ma'lumot olish. Qancha pul tushdi, qancha yechildi, nima sababdan yechildi, buni hujjat bilan ko'rish kerak. O'zaki gapga ishonib qolmang. To'rtinchi nozik joy kommunal imtiyozlar. Ba'zi keksalar elektr, gaz, suv yoki chiqindi to'lov bo'yicha yordam oladi yoki o'ladagi ijtimoiy holatiga qarab kompensatsiya olishi mumkin. Lekin hisoblagich kimning nomida, uy kimning nomida, yashovchilar soni qancha, qarzdorlik bormi, bular ahamiyatli. Masalan, uy o'g'ilning nomida, kampir shu uyda yashashaydi, lekin kommunal hisoblar o'g'il nomida. Bunday holatda imtiyoz avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Shuning uchun mahalla, kommunal tashkilot va kerak bo'lsa, kadastr ma'lumotlarini solishtirib ko'rish zarur. 5-nozik joy firibgarlik. Har safar pensiya, nafaqa yoki yangi to'lov tartibida xabar chiqqanda firibgarlar faollashadi. Ular telefon qilib, 1 avgustdan pensiyangiz to'xtaydi, kartangizni yangilab beramiz, SMS kodni ayting, karta raqamingizni yuboring deyishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga SMS kod aytmang, karta parolini bermang, karta orqasidagi kodni yubormang. Davlat idorasi yoki bank sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, go'shakni qo'ying va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 6-nozik joy qo'shnim oldi, men olmadim degan holat. Ijtimoiy yordam har doim ham hammaga bir xil berilmaydi. Ikki qo'shni bir ko'chada yashashi mumkin. Lekin birining daromadi, oilaviy tarkibi, nogironlik holati, qarovchisi bor yo'qligi, uy sharoiti boshqacha bo'ladi. Shuning uchun u oldi, men ham olishim kerak degan yondashuv har doim ham ishlamaydi. To'g'ri yo'l shuki, o'z holatingiz bo'yicha ariza bering. Rad etilsa sababini yozma yoki rasmiy tarzda bilib oling. Agar rozi bo'lmasangiz qayta murojaat qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozirdan nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar, bank kartasi, telefon raqami. Yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar yoningizda bo'lsin. Agar biror hujjat yo'qolgan bo'lsa, keyin qilaman demang, darhol tiklash choralarini ko'ring. Ikkinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati qachon tugaydi? Karta faolmi? PIN kodini bilasizmi? SMS xabarnoma ulanganmi? Telefon raqam to'g'rimi? Bankomatdan pul yechib ko'rganmisiz? Shularni aniqlang. Agar karta muddati avgust, sentyabr yoki yaqin oyda tugasa, oldindan bankka boring. Bankka borganda shaxsni tasdiqlovchi hujjatni oling. Agar o'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakil yoki ishonchnoma masalasini hal qiling. 3-qadam, mahallaga boring yoki telefon orqali bog'laning. Men yolg'iz yashovchi pensionerman. Men ijtimoiy yordamga muhtojman. Mening manzilim to'g'ri ko'rsatilganmi? Oilaviy holatim bazada qanday turibdi deb so'rang. Mahalla sizga qaysi hujjat kerakligini aytadi. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, ariza, yashash manzili haqida ma'lumot, daromad haqida ma'lumot, nogironlik bo'lsa tegishli hujjat, oilaviy tarkibga oid ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 4-qadam. Poliklinikadagi ro'yxatingizni tekshiring. Ayniqsa doimiy kasalligi bor keksalar buni albatta qilsin. Oilaviy shifokorga borib, tashxislar, imtiyozli dori ro'yxati, nogironlik bilan bog'liq tibbiy ma'lumotlar to'g'ri kiritilganini so'rang. Retsept olish tartibini aniqlang. Qaysi dorini
qachon olasiz, qaysi dorixona beradi, retsept qog'oz shakldami yoki elektron shakldami, bularni oldindan bilsangiz. Dorixona oldida asabiylashmaysiz. 5-qadam ariza yozishda aniqlik kiriting. Agar ijtimoiy yordam, moddiy yordam, parvarish puli yoki kommunal kompensatsiya so'rasangiz, arizada umumiy gaplar bilan cheklanib qolmang. Masalan, yordam kerak deb yozish o'rniga, men yolg'iz yashayman. Pensiyam 1 million 400 ming so'm. Har oy dori darmonga taxminan 300 ming so'm sarflayman. Kommunal to'lovlarim o'rtacha 200 ming so'm qarovchim yo'q deb aniq yozing. Aniq ma'lumot mas'ul odamga holatingizni tushunishga yordam beradi. 6-qadam har bir murojaatni ishsiz qoldirmang. Agar idoraga ariza topshirsangiz, ro'yxatdan o'tgan raqamini so'rang. Agar onlayn murojaat qilsangiz, tasdiq xabarini saqlang. Agar rad javobi kelsa, sababini so'rang. Sizga bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima sababdan bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi mezonga to'g'ri kelmaydi? Bularni bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri tashlaysiz. 7-qadam farzandlar va qarindoshlar keksalarga yordam bersin. Men hozir yoshroq tomoshabinlarga murojaat qilaman. Ota-onangiz, buvingiz, bobongiz hujjat masalasida qiynalishi mumkin. Ular bank ilovasini tushunmasligi, SMS kod nima ekanini bilmasligi, firibgar qo'ng'irog'ini rasmiy qo'ng'iroq deb o'ylashi mumkin. Bir kun vaqt ajrating, hujjatlarni ko'rib chiqing, kartasini tekshiring, telefon raqamini sozlang. Kerak bo'lsa mahalla yoki banka birga boring. Bu juda katta yordam bo'ladi. 8-qadam pulingizni rejalashtiring. 1 avgustdan keyingi ilk oyda to'lovlar odatdagidan bir necha kun farq qilishi. Bank yoki tizimda aniqlashtirish bo'lishi mumkin. Shuning uchun imkon bo'lsa, eng zarur dorlarni oldindan olib qo'ying. Kommunal to'lovning oxirgi muddatini tekshiring. Uyda kamida bir necha kunlik xarajat uchun mablag' qoldiring. Men bu yerda qo'rqitmayapman. Faqat ehtiyotkorlikni aytyapman. Ayniqsa yolg'iz qariyalar uchun bu juda muhim. 9-qadam rasmiy manbani tekshiring. Telegramda, YouTube'da qo'shnilar orasida har xil gap yuradi. Kimdir hammaning pensiyasi o'sharkan deydi. Kimdir pensiya to'xtarkan deydi. Kimdir faqat yangi karta olganlarga pul berilarkan deydi. Bunday gaplarni eshitganda darhol xulosa qilmang. Mahalla pensiya jamg'armasi, bank, poliklinika yoki yagona davlat xizmatlari markazi orqali aniqlashtiring. Rasmiy javob bo'lmasa, vahima qilib yugurish kerak emas. 10-qadam firibgarlardan himoyalaning. Telefoningizga kelgan SMS kodni hech kimga aytmang. Bank kartangizni rasmiga olib yubormang. Pul tushirib beramiz, pensiyangizni oshirib beramiz, navbatsiz yordam chiqarib beramiz degan odamlarga ishonmang. Davlat yordami pora yoki tanish bilish bilan emas. Hujjat va mezon asosida berilishi kerak. Agar kimdir pul so'rasa, juda ehtiyot bo'ling va mas'ul tashkilotga xabar bering. Men ekspert sifatida shuni alohida ta'kidlayman. Avgustdan keyingi o'zgarishlarning asosiy maqsadi odamlarni qiynash emas, tizimni tartibga solish. Lekin har qanday yangi tartibda eng ko'p qiynaladigan qatlam bu hujjat bilan ishlashga odatlanmagan odamlar, ya'ni qariyalar. Nogironligi bor fuqarolar, yolg'iz yashovchilar va internetdan foydalanmaydiganlar bo'ladi. Shuning uchun tayyorgarlik ko'rgan odam yutadi. Agar sizning pensiyangiz 1 million 2 ming so'm bo'lsa ham, 2 million so'm bo'lsa ham, bu sizning qonuniy pulingiz. Uni olishda siz uyalmang, so'rashdan tortinmang. Tushunmagan joyingizni qayta so'rang. Idoraga borganingizda xotirjam bo'ling, hujjatlarni papkaga solib oling, savollaringizni oldindan qog'ozga yozib boring. Masalan, pensiyam qachon tushadi? Kartam faolmi? Menga qanday imtiyoz bor? Rajabiy bo'lsa qayerga shikoyat qilaman degan savollarni yozib olish foydali. Agar siz boshqa odam nomidan, masalan onangiz yoki otangiz nomidan ish yuritayotgan bo'lsangiz, hamma ishni qonuniy qiling. Ishonchnoma kerak bo'lsa, ishonchnoma oling. Shaxsiy ma'lumotlarni ehtiyot qiling. Pensiya kartasini qarindoshlar o'rtasida kelishmovchilik sababiga aylantirmang. Eng to'g'ri yo'l pensionerning o'zi xabardor bo'lishi, pul miqdorini bilishi va har oy tushumlarini nazorat qilishi. Aziz tomoshabinlar, 1 avgustdan boshlab pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam, bank kartasi, tibbiy imtiyoz va hujjatlarni tekshirish masalalarida e'tibor kuchayadi. Kimning hujjati joyida, kartasi faol, manzili to'g'ri, telefon raqami ishlayotgan bo'lsa, katta muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin hujjatida xato bor, karta muddati tugagan, nogironlik hujjati yangilanmagan, mahalla ro'yxatida ma'lumot noto'g'ri turgan odamlar hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga eng asosiy tavsiyani yana bir bor aytaman. Hujjatlarni tekshiring, bank kartangizni yangilang, mahalla bilan bog'laning,
poliklinikadagi ma'lumotlaringizni aniqlashtiring. Ariza topshirsangiz ro'yxat raqamini oling va hech kimga SMS kod yoki karta parolini bermang. Shunda siz o'zingizga tegishli pensiya, nafaqa va yordamlarni kechiktirmasdan, ortiqcha asabiylashmasdan olishingiz mumkin. Sizning hududingizda 2 avgustdan keyin qanday o'zgarish bo'lyapti? Pensiya yoki yordam bo'yicha muammo bormi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa qariyalar ham o'qib foyda oladi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bu bobolaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bugun oldindan bilgan odam ertaga navbatda sarson bo'lmaydi.